Opa shig'ilmandan yeringiz olib bersa bo'lar-ku. Nima qilay ukajon? Meni sen olib bergan narsalarga taksi ko'p bo'lganman-da. Erga berib ayasidan qutuldikmi desak, hali tug'ilmagan bolasiga tutildikmi deymi? Allo ukajon, avokado olib ber. Birinchidan kechqurun soat 3 bo'ldi. Ikkinchidan toshingizni tering. Menga farqi yo'q. Jiyaringni ko'zini parmon bo'lib qolsa, o'zing javob berasan. To'ygacha qonnadan bo'lsa dariga men qo'ydim. To'ydan keyin homilador bo'lsa akava, anshisiz ham meni javob turadi. Opa, men aytganingizda zig'irmoyga qilingan osh. Voy, malades ukajon, endi 12si qip-qizil pishgan shashlik ham olib kel. Nima bo'ladi, siz bitta bola tug'asizmi, birda emas bola tug'asizmi? O'zingiz ham misrabga oshqo'zaningiz ham handek bo'lib ketgandir. Ha, yo'q, shashlik menga emas, pochchangga. Ha, pochchama meqatma. Mana bu aprel avtomat kiryushka kuni. Hidi ham shunday yaxshi kiyimlaringni yumshoq qiladi. Oq maykalaring dog'ini ham ketkazadi. Ha, import nima bu? Yo'q, o'zimizning milliy brend, zato chet ellikidan zo'r, narxi ham arzon. Rangli kiyimlarni ham top-toza qiladi. Aprel ishonchli sifat. Bildik, zo'r ekan. Tutgan to'ydan shuni aytgan chaqirdingizmi? Ha? Ana sariq tarvuz yegim kelyapti. Mosh kishini chalab keskalash qayishdan keyin o'ranib qolmaysiz. Bu oshqozonimi, rezindanmi deyman. Qaynib jiyaningiz kul bo'lib qoladi. Bor olib kelib beraman. Bu pochcham betimni qotib jonimda hozir deb o'tirar, kallasi jaltirab. Hali jiyaning ham tug'ilsa seni xizmatingni qiladi, olib kelib ber. Jiyan ani tapishga men bir ver. Voy, o'zingni qo'lim sinib qolganmi? Yo, seni ishingni qilsin deb to'q qo'yganmanmi? Assalom o'zim, uchrag'ay. Ha, o'zi shu ekanda, ukalar opam borim, gulul olam der ekan. Opalar bitta tug'gandan keyin jo'lay baribir bolam der ekan. Xolam mening xolajonimsiz, onamdayin mehribonimsiz, jiyanlarim baxti deb yasharsiz, ikkinchi onajonimsiz. Sochingizga oq tushmasin, dunyo turguncha turing. Lo'ppi yuzingizga ko'zlar tegmasin, doim shunday do'mbillab yuring. Kim bu bola? Ko'zi qora. Qora jintra yustanirovkada. Bo'ldi, qizlar o'g'illamanglar. Men sizlar o'ylagan bola emasman. Men o'zim dastavchiman, zakatim chiqishini kutyapman. Shotlarni to'lamayman men. Va, aka qornimiz ochdi, studentmiz. Ozgina yordam qilarasizmi, Dudi? Ha, men o'zim ham dastavchiman deyapman-ku. Lekin sizni qorningiz ham och qolibdi. Chin yurakdan chiqdi-da. Hoy, kundan beri ovqatlanganimiz yo'q. Voy, kakras, hozir sariq bola pitsada dahshat setlar yo'lga qo'yilgan. Talaba degan set, talaba 1 degan setimizda qarang. Bitta Monster, bitta Free, bitta Cola, bor yo'g'i 42 ming so'm. Talaba 2 degan setimizda bitta cheeseburger, bitta Free, bitta Cola, bor yo'g'i 45 ming so'm. Qarang, siz talaba 2 setidan olsangiz bor-ku, kakras 2 kishi ekansizlar. Bu dada jonivor abidga pul bermaymi? Ha, yo'q, 45 ming bergan, kakras maza qilib yeb olamiz. Ha, arzon ham to'yimli sariq bola pitsa talabalarni o'ylabdi-da, yur olamiz. Talabalarga ham qiyin-da. Kim bu bola? Dastavchiman, jedilangiz toza meni. Siz ham studentmisiz? Ha, yo'q, men o'sha talabalarning o'qituvchisiman. O'qituvchilarga ham biroz set yo'qmi? Talaba 1, bitta Monster, bitta Free, bitta Razliv Cola, bor yo'g'i 42 ming so'm. Talaba 2, bitta cheeseburger, bitta Free, bitta Razliv Cola, bor yo'g'i 45 ming so'm. Sariq bola, pizza. Qizim, 5 shahar bo'larkan. Auksionda shuni ishlashimiz kerak-da. Voy, ana qizim zo'r o'ylabsan. Lekin pulimiz bo'lmasa pitimizga olamiz buni. Oddiy taksi bo'lsam, qaysi biriga yetkazay? Yuragingni kimga ochib sochishni bilmaysan. Voy, menga ochib sochi yuragingizni. Hech kerak emas. O'tgan safar ham jirangizni olayman deb ko'krak kissada pul dorib ketibsan. Puldan kashal bo'lmay, o'zim sizga yordam beraman. Sizdan 30 ming. Voy, mana chiroyli yigit ekansiz. Yana 30 ming. Nimaga? Xorijdagi bolaga mashina havoda yurmaydi. Bizda ham bola chaqa bor. Insofinglar bormi? Kreditimiz bor, qarzimiz bor. Insofimiz yo'q ekan. Mana. Dadamga so'zlash shunaqa bo'ladi. Xotin rashki xaladingiz, qizni rashki karates bo'lar ekan-da. Qancha bo'pti, uka? 49 ming. Mana 50 ming, zdachi ham berasizmi? Pulni berib bering. Dachasiga mana 2 zvachka. Shu zdachimi? Ha, aptekada, magazinda mayda pul yo'q deb dachiga 2 zvachka bersa, indamay olasizlar-ku. Voy, Tillaka, bir shahar aylantirib kelmaysizmi? Patakcha, yana bir marta shunaqa dadamga lekinligini ko'rsam, apteni aptuva. Bashariy foyda qilaman, tushundingmi? Voy, olmasam. Senam ketdikmi? Qarang, bu hali biz bilan ketmas ekan. Rejalar o'zgarib qopti. To'g'rimi? Ha. Qizim, bekor o'zim bilan oldim-da. Alabbay. Sen bo'lganing zo'r bo'ldi-da, maza qilyapman tillar qizim. Kuni bilan 300 mingni ishlayapmiz. Mana 250 mingga ayanga, mana 50 ming bo'lsa, menga berasiz, xudlaringni ishlataman. Burgacha seni nimadan sotdim bor? O'zi bor pulimni ayanga berayotgan bo'lsam. Pul topishni ko'paytiring, dadajon. Endi ayamni yoniga menam qo'shildim. O'g'il ko'rsang toy bo'lasan, qiz ko'rsang boy bo'lasan deydi. Boy bo'lganmiz shu bo'lsa kerak-da. Chaqmoqcha.
Do'stlar, bugun Tilla qizim bilan maktab forma qildik. Qalay, kiyimcha yarashibdi. Sizlar do'rlaringizni, bizlar do'rlarda 400 ming katta bo'ladi-ku, unaqasini olmadik. Lop-loyiqadan oldik. Maktab forma haqidagi videocham sizlarga yoqdimi? Davomi chiqsinmi? Agar shu videoga like bilan podpisatsiya bosib qo'ysanglar, yana davom chiqadi. Ciao. Ciao. 72-devil. Ish qilishlar bo'lsin-da. Nimaga? Xolam bizga keldimiz, значит, yo pochcham ichib janjal qilgan, yo ayam chorni kassan pulni hali ham bermagan. Xafa bo'lma, suyunim hammasi o'tib ketadi. Ering taniysanmi yo opang taniysanmi? 100% erini taniydi. Yana har hafta gibi erini ayamga jomonda o'tiradi. Otamdan yodgorim opam, nuringizga shukr. Chorni kassan pulini berib yuboring. Opa, siznikiga kelsam shunday yengil bo'laman. Boshim og'riqlari ketadi. Uzoqqa ketmaydi, xola ana shu o'rinlar ayamga o'tadi-da, keyin ayam alamidan bizga qaqshatadi. Jo'q joydan tayoqni jeymiz. Voy opa, obicha 3-4 kun bizarga bor, dam olib kelsan. Da rahmat, bormayman. Boraver, mazza qilib dam olib kelasan. Dam olish, man dam olish, olib borib kichikda ishlatadi. Nima qildi bolam, boraver. Sen ham meni bolamsan-da. Ish qilish kerak bo'lsa bolam deb qolasiz. Garda kasal bo'lsa, men tinmaslik qilsam, darrov ayamga telefon qilib, "Ala, opa, mana gazandangizni olib kitingga tushib qolasiz." Bormayman. Har safar qaytmanlarni qo'laveraman. Meni xafa qilaverma, jiyan. Xoladan onani hidi keladi deydi. Bor pulni sondiqqa bosib, pastdan sharoit yo'q deb ayamni kuylan kiyib yurganingizdan keyin ayam hidi kelmay, hammani hidi kelsinmi? Shunchalik yomon qolamanmi? Xolajon, kechiring, men sizni xafa qilib qo'ydim. Sizga atab she'r yozuvdim. Qani aytchi? Xolam mening xolajonimsiz, onamdayin mehribonimsiz, jiyanlarim baxti deb yasharsiz, ikkinchi onajonimsiz. Sochingizga oq tushmasin, dunyo turguncha turing. Lo'ppi yuzingizga ko'zlar tegmasin, doim shunday do'mbillab yuring. Rahmat bolajonim, ko'nglim bo'shab ketdi. Uylaringga borag'ay, qo'ygan ishlarni o'zimiz qilib qo'yamiz. Xolamda ashli yirtib qochmasam, mana 3 gektar makkina menga o'rdiradi. Qoch!